Xudo xolasa assalomu alaykum hammangizni YouTube'dagi obunachilarimiz. Yangiliklar bilan har gün geç testlar ishini bir dona video qo'yib boraman. Instagram'a 4 dona 5 dona yangilik kelgan bo'lsa shuni qo'yganimdan keyin ikkinchi YouTube'a boshlayman. Hammasini o'pishib qo'yib boraman. Buguncha sizlarga beradigan yangiligimiz 4 dona mashin qolgani ustaxonada. Lacetti'miz 2010-yilda ishlab 2006-yilda ishlab chiqarilgan dubayskiy variant. Ustanovda aytiladimi? Optra deb aytiladi ekan, avtomat korobka. Kraskasi mayda chuda bak, o'zlaringiz ko'rsatib olaverasizlar. Yurgan probeklar ham 400 mingga yaqinlashgan. Menimcha motorlar ham remontdan chiqqan bo'lishi kerak. Hazrati paydashlaringiz tayyor, xullas kalam. Avtomat diska, avtomat korobka, chexol, metan, xullas kalam hamma narsa bor. Hozir Matizlar ham hali 40-50 million so'mdan arzon emas, yaxshi Matizlar. Shuni pulini sizlarga avtomat Lacetti. Eğer qiziqaman desangizlar, salon holatlarini bir ozgina ko'rib o'tamiz. Hozir sizlarga motorlarni ham ko'rsataman. Motori 1.6 bo'ladi buni, 1.8 emas. Sho'rinda yanglishmanglar o'rtoqlar, 1.8 lar sal aptol yeydi, tan olish kerak, tozasam yeydi. 1.6 larda shu narsa sal yo'qroq. Yana ekonomikroq ham variant hamdasa. Yine bellarni ham qaranglar, Nexia 2 ni nishab yursa shunda yuriydi bular, undan ziyodroq ham yuriydi. Ana qiziqsangizlar, xohlasangizlar 61 million so'm naqd bilan, xohlasangizlar 62 million so'm kreditga o'tirsak bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar, Xushnud avtoda duradi mashinamiz. Mashinalaringiz bo'lsa ikkalaverasizlar, hisoblab olib, ustuna pul biza beramiz yoki sizlar berasizlar, xullas kalam shunday bo'ladi. Endi yangi aytganimizdek 1.8 motor Lacetti'miz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Hech DTB bo'lmagan. Faqatgina zanglar uchun 1-2 joylari bo'yalgan, o'zim ko'rdim. Bemalol ustalaringiz kelib ko'rsatishlaringiz mumkin. Mashinani probeklari ham hali 2013-yilda ishlab chiqarilgan bo'lsa, 15-yilda sotib olingan bo'lsa, shundan bana 10 yil davomida 180 ming probek yurgan. Metallar ham yaqinda qo'ydim deb aytdi egasi. Bir ega salondan olib haydagan ekan. Nomerlarni ko'rgan bo'lsangizlar tanishlaringiz mumkin. Avtomat diska, 4 dona yumshoq balon, metan, xullas kalam hamma narsasi bor. Lekin buni motorini o'zim ustaga tekshirtirdim. Umuman yemidi deb aytdi. Men bilmayman, lekin meni bilishimcha 1.8 motorlar ozgina bo'lsam yedi deb eshitganman. Yana o'zlaringiz bir qator qiziqsangizlar tekshirtiraverasizlar. Hozirgina egadan Spark avtomobili geldi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan 1.2 lik motor. Endi probegini e'tibor berasizlar. Probegi 57 ming kilometr yurtibdi. 2013-yilda ishlab chiqarilib 57 ming kilometrda ham bu toza holat bo'ladi. Yine kuzov holatlari ham top-toza bo'lib yaltillab turibdi. Staloy svet, metallari hamma narsasi bor. Mashina chexollaridan bor. Olaslardan faqatgina haydisda 4 dona yumshoq yaxshi balonlardan ham daqilgan. Mashina vidina qarang, umuman bir endi ham kamchiligi yo'q, dimdik bo'lib turibdi. Bahosini keladigan bo'lsak, naqd pul bo'lsa, shitir bo'lsa 61 million so'm, kredit bo'ladigan bo'lsa 62 million so'm bundan beramiz. Endi avtomat Lacetti ham shu pul, Spark ham shu pul. Qaysi birini olgan bo'laringizda kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Yo'q, menga bu mashinalarni yenglashtirib, meni bir 35-40 million so'm pulim bor desangizda, izinden Matiz'ni yamani geldi. Haqiqiy vaj gözüm meldinde yurgan vaj Qo'shko'pirning mashina generalni olib haydaverasizlar. Mashinada chiqqan narsa yo'q, hamma yeri chotki bo'lib turibdi. Faqatgina metan emas, propan o'rnatilgan. Motor azob chekmaydi, propan bo'lsa bilasizlar. Mashin o'ta yumshoq haydalgan, bir odam minga, hazat minga xullas kalam. Arkasına 2 qalta buğdayni solib, qaraza qarab ketaverasizlar. Endi bu mashinamizga povuqlardan o'rnatilgan hissasini eshitiraman. O'zi eshitilib yotdi. O'zi eshitilib yotdi. Mikrofon shu yerdan ham kelib yotdi. Endi ko'rasizlar, agar sizlar bu narsa yoqmaydigan bo'lsa, oldirib tashlatib ham beraveramiz. Vız aytib ses chiqmay ham yuraveradi. Esa xudo xolasa bugungi yangiliklarimiz ko'p emas, 3-4 mashinadan iborat. Yana 3 dona mashinamiz moykada, ustaxonada turibdi. Xudo xolasa ertaga ular ham keladi. Bizlarni kuzatishda davom qilinglar. Evvelki videolarimizda chiqargan mashinalarimizda skidga e'lon qilganmiz. Buni birma-bir sizlarga ko'rsatib beramiz. Agar gelsangizlar yoki shu bundan burungi videodagi mashinalarni ko'rsangizlardan shu mashina menga qiziq desangizlar, dakonsa skidga atib beramiz. Hammani ishlarini omadini bersin. Nerede kim ishlab turgan bo'lsa, ishlaringizni rivojini bersin. Dekabr oyida xudo xolasa oilangiz bag'rina kelib, Xushnud avtodan mashina olib
Oturğaysda biz sizlarni tabriklab oturğaymiz. Aman bolinglar.